Assalomu alaykum Sharqiy Turkiston xalqi. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun ma'lum bo'lishicha, Ilham To'xta instituti nomli bir vatan xoini guruh Ilham To'xta ideologiyasini tashviq qilish va yeyish nomida bayonot e'lon qilib, Xitoy tajovuzchilari bilan ittifoqlashib, ayrilmay birga yashashni tashabbus qilgan. Bu satqullarning bildirishicha, Xitoydan ayrilmay Xitoydagi har millat xalqi bilan birga yashash safsatasi Ilham To'xta ideologiyasiymiş. Bu butunlay yolg'on, bu butunlay aldamchilik va ko'zbo'yamchilik. Chunki Ilham To'xta Xitoy tajovuzchilarining basimi ostida bo'lg'achqa, Ilham To'xtaning deganlari Ilham To'xtaning irodasiga vakillik qilolmaydi. Shundaqla Xitoy turmusida og'ir basim ostida, azob uqubat ostida yashayotgan Ilham To'xtaning deganlarimi Sharqiy Turkiston xalqining irodasiga vakillik qilolmaydi. Shuning uchun Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti surgundi hukumati Ilham To'xta institutining mazkur bayonotini qattiq ayblaydi va Sharqiy Turkiston xalqiga xiyonat qilganlik deb qaraydi. Sharqiy Turkistonning mustaqilligi Sharqiy Turkiston xalqining eng yuksak orzusidir. Har qanday bir tashkilot yoki organning xalqimizning orzusiga xilof so'z harakatlar bilan shug'ullanishi xoinlikdir va hech kimning bunday qilish salohiyati yo'qdir. Mustaqillik Sharqiy Turkiston xalqining voz kechgili bo'lmaydigan haqqidir. Bu haqqini qo'g'dash Sharqiy Turkiston xalqining insonlik burchi va majburiyatidir. Shuning uchun Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti surgundi hukumati muhojiratdagi hamma tashkilot va shaxslarni Ilham To'xta institutining bu xoin qilmishini qattiq ayblashga chaqiriq qiladi. Shundaqla Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti surgundi hukumati har qanday shaxs va tashkilotlarning har qanday bahona bilan xalqimizning mustaqil orzusiga xoinlik qilishiga yo'l qo'ymaydi. Hurmat bilan Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti surgundi hukumati Cumhur Rais ishxonasi 2020 yili 4 oyning 30 kuni.